Okey, demak bugun sizlar bilan trigonometriyni tugatamiz xudo xohlasa. Ya'ni 15 ta misolimiz qolgan. Shu bilan yangi mavzu, ya'ni o'xshash shakllar va teng uchburchaklar degan bizda mavzu bor ekan. Juda ham qiziq va imtihonda 100% tushadigan mavzu. Xo'p, demak ketdik. Xo'p, bizda o'zi bu mavzuni tugatganmizlar. Xo'sh, mavzuni o'zi tugatganmizmi? Mhm. Yes. Yaxshi. Demak, tugatmaganlar ham bor ekan, hamma jim bo'lib qoldi. Xo'p, demak bizda triangles. Qanaqa uchburchaklar haqida gap ketyapti ekan, demak qaraymiz. Triangles degan bizda uchburchaklar. Demak, buni bunday qilamiz. Ya'ni bizda uch burchaklar. Qanaqa uchburchaklar deydigan bo'lsak, sizga A, B, C va D, F degan ular bir-biriga o'xshash, ya'ni similar deyilyapti. Va endi qarang, right triangles. Right triangles deganda teng bo'li 90 gradus uchburchaklar ekan ikkalasi ham. Endi qarang, endi aytyapti angle C va F are both, both degani ikkisi ham. Ya'ni ikkisi ham demak 90 gradusda. Bu degani bizda mana bunday uchburchak bor, qarang. Mana bitta to'g'ri burchak uchburchagimiz, bitta to'g'ri burchak uchburchagimiz mana deylik. Qarang, bular o'xshash, ha? Bu 90 gradus. Xo'p, mana bu ham bizda demak 90 gradus ekan. Endi qarang. 90 gradus bitta burchagi C bo'lsa, bitta burchagi A, B bo'ladi. Bitta burchagi F bo'ladigan bo'lsa, bittasi D bilan demak E bo'ladi. Endi qarang. Aytishi bo'yicha side BC, side BC degan BC tomon. BC tomon, demak bizga, ya'ni mana bu BC degan tomon mos ekan, correspond degan, demak F degan tomonga. Ya'ni mana bu ikkalasi bir-biriga mos bo'lsa, demak bu ikkalasi bir-biriga mos va gipotenuzlar bir-biriga mos. The length of BC deyapti is. BC ga tartib, ya'ni mana bu BC deyapti. 3,7 martasi ekan. Times degan martasi-ku, to'g'rimi? Martasi nima desa side YF-ni. Mana bu A deydigan bo'lsang deyapti. Bu 3,7A. Qisqa qilib aytganda scale factor bizda 3,7 bo'lyapti ekan. Endi qarang, tangens B, ya'ni mana bu burchak uchun olingan tangens 20 taqsim 21 bo'lsa, endi savol Y degan burchak uchun olib beryapti. Endi siz aytasiz, agar bu ikki tomon bir-biriga mos bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha mos tomonlarni qarshisidagi burchaklar bor-ku deysiz. Mana bu A bilan D, bular ham bir-biriga mos. Ya'ni birinchida kelgan burchak birinchisiga mos. Ikkinchida kelgan burchak mana ikkinchisiga mos. Va uchinchida kelgan B burchagi mana bu E burchakka teng bo'lishi kerak, mos bo'lishi kerak. Bilasiz, demak bir burchak Y bilan burchak demak B bir-biriga mos bo'lsa, B dan olingan tangens bilan Y dan olingan tangens farqi yo'q. To'g'rimi? Ikkalasi ham bir xil chiqishi kerak. Demak, xulosa bemalol aytsak bo'lar ekan. Demak, bizda ikkalasi bir xil, ya'ni buni ham 20 taqsim 21 olsam bo'ladi deysiz. Keyingiz. Bunda qanaqa vaziyat? Buni aytishi bo'yicha A burchakdan olingan sinus bilan B burchakdan olingan kosinus bir-biriga teng ekan. Measure of angle A degan burchaging 48 bo'lsa, B degan burchaging nima deyapti? Bizda qoida bor edi. Ikkita burchagning yig'indisi qachonki 90 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bittasi uchun olingan sinus ikkinchisi uchun olingan kosinusga teng bo'ladi. Bu degani A burchaging 48 degani B burchaging 42 gradus bo'ladi degan. Ya'ni siz A varianti belgilaysiz ekan. Xo'p, keyingiz. Ya'ni 33-si. Bunda qanaqa vaziyat? Points deyapti, ya'ni nuqtalar bor ekan, qarang. Nuqtalar. Qanaqa nuqtalar desa, A degan va B degan nuqta. Ular lie on. Lie on degani yotadi. Nimada yotadi desa, circle. Circle degani aylanada yotar ekan. With radius 1 deyapti. Center is origin, ya'ni markazi, demak originda joylashgan ekan. Qarang yana. Xo'p, bizda markaz 0,0 da joylashgan birlik aylana bor ekan. Xo'p, birlik aylana bo'ladigan bo'lsa, cosine of burchak AOB deyapti. Ikkita nuqta bor. Ikkita nuqta bor. Demak, AOB qayerda bo'lishi mumkin? U haqida bizda ma'lumot yo'q. 2 nuqta tavakkal yozamiz.
Demak, A, O, B degan burchagimiz, ya'ni mana bu burchak aytilyapti-da. Mana shu burchak uchun olingan kosinus mana bunga teng. Xuddi o'sha burchak uchun olingan sinus bunga teng. What is the measure in radian deyapti ekan. Demak, A, O, B ni. Ya'ni A, O, B ni biz demak radianda aytishimiz kerak ekan. Xo'p, endi qarang. Biz nima qilamiz? Xo'p, mana shu demak birga aylanamizda kosinus olindi, sinus olindi, qiymatlari chiqdi. Endi biz buni radianda aytishimiz kerak. Xo'p. Qarang. O'zi odatda bunaqa bo'ladi-da. Bizda ya'ni x o'qimiz nima yuradi? Sinusga yuradi. To'g'ri, kosinusga yuradi. Y o'qimiz esa sinusga yuradi deb o'rgatilgan. Bu degani sinus AOB demak minus ildizosi 3 taqsim 2 degani demak bizda mana bu demak nuqta Y ga bo'lyapti. Ya'ni Y ga mana shu nuqta joylashgan bo'lyapti. Bizda x minus 1 taqsim 2 da joylashgan bo'lyapti. Bizda ya'ni Y ga hisoblaymiz, qarang. Bizda AOB deganda tugash nuqtasi qayerda bo'lyapti? Minus ildiz 3 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2. Minus 1 taqsim 2 bo'lsa bunday qilamiz. Qarang, buni o'chiramiz, aylanamizda. Xo'p, buni to'liq o'chirib yuborsam bo'lar ekan. Buni bitta oddiyroq usuli bor edi. Hozir men sizga grafikda ko'rsatib, keyin bitta oddiyroq usulni ko'rsatib beraman. Xo'p, qarang. Demak, XY plane. Xo'p, XY plane'da mana bizda x minus 1 taqsim 2, y deysiz minus ildiz 3 taqsim 2. Tepa pastada minus ildizosida 3 taqsim 2 bo'lyapti ekan. Endi qarang. Xo'p, biz mana shu yerda demak nuqtani belgilaydigan bo'lsak, ya'ni mana bu nuqta bo'lyapti ekan. Mana bu nuqta bo'lyapti. Xo'p, origin O da bo'lsa, demak mana bu burchak O da bo'ladigan bo'lsa, what is the measure of AOB? Okay. Demak, mana uni tortadigan bo'lsam, xo'p, AOB deganda bizda qiymatlar chiqyapti ekan. Xo'p, buni bizda tak aylanadi yotadi, radius 1 ga teng, kosayn. Buni bunaqa yo'li borda. Bitta qarang, hozir desmosga ko'rsatib beraman. Buni grafikdan oddiy yo'l bor edi. X o'qida Y o'qiga qo'ydik. Nuqtalarni belgiladik. Hozir grafik usuli esa kelmadi. Qarang, bunday qilib ko'ramiz. Menimcha javob chiqishi kerak. Ya'ni kredit etgan narsamizni demak kulishni bosib, demak nimada qilamiz? Digresiya o'tkazamiz, gradusga o'tkazamiz. Va yana qarang. Gradusga o'tgan vaziyatimizda mana bunday narsani belgilaymiz. Ya'ni kosinus x sinus. Ya'ni biz o'sha burchakka bilishimiz kerak. Kosinus x imiz bizda minus 1 taqsim 2 bo'lyapti. Kosinus x bizda minus 1 taqsim 2. Va kosinus x ni bizda minus 1 taqsim 2 bo'ladigan qiymatlari 0 bilan 360 ichidan izlaymiz. Ya'ni 0 bilan 360 ichini izlaymiz degan aylana 360 gradus bo'lganligi uchun. Ya'ni bizda bitta burchagimiz 120 chiqyapti. Bitta burchagimiz 240 chiqyapti. Ya'ni 120, 240 chiqyapti. Endi xuddi o'sha x ni demak biz sinusga qo'yib ko'ramiz. Sinusda qo'ygan vaziyatimizda minus ildiz taqsim 2 chiqsa, demak bizda masala hal. Demak, qarang. Sinus x emas, sinus o'rniga shuni qo'yib yuboramiz. Ya'ni 120 ni qo'yib yuboramiz. Bizda misol uchun xo'p, ya'ni minusda chiqadi. Minusda chiqmadi. To'g'rimi bizda? Ya'ni ildiz 2 taqsimda chiqmadi. Ya'ni ildiz taqsim 2 chiqmadi. 240 ni qo'yamiz. 240 da manfiy chiqdi. Ya'ni ildizosida 3 taqsim 2 ni berdimi yo'qmi? Demak, bizda ildizosida 3 ni o'zi bo'lishi kerak. Taqsim 2. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bizga demak minus ildiz taqsim 2 ni berdi. Mana masala. Ya'ni nima qildik? Qarang. Kosinus deb yozdim. Boyagi AOB degan burchakni x deb oldim. Va menga x ni qiymatlari chiqdi 0 bilan 180 orasida. Nimaga endi 0 bilan 180 orasida desak, butun bir aylanamiz 360 gradus bo'lganligi uchun 0 bilan demak men yechimlarni oldim 180 orasidagi.
Qanaqa yechimda chiqdi qarang. Demak bizda 100% qilamiz. Bizga ikkita yechim chiqdi. Bittasi 240, bittasi 120. Bilasiz, 120 da sinus musbat. Demak 120 degan yechimni ola olmaymiz. 240 qo'yib qo'ydik. 240 haqiqatdan demak bizga ildizosh taqsim 2 ni berdi mana minusda. Demak, mana bu A, O, B demak bizda agar gradusda so'raladigan bo'lsa, demak yozib qo'ysak bo'ladi 240 gradus deb. Radianda so'raladigan bo'lsa, pi taqsim 180 ko'paytirib, bularni qisqartiramiz. 6 ga bo'lsak 4 tadan, 6 ga bo'lsak 3 tadan, 4 pi taqsim 3 deb radian aytsak ham bo'lar ekan. Bu bizga demak desmosdagi eng oson usuli. Hozir mana bitta usul ham bor edi. Bu narsa grafik esimga kelmadi. Mana bu desmosda bizni vaqtimizni ham tejaydi. Demak, ikkita yechimdan qo'yib ko'rdik, bittasi to'g'ri keldi va yechim sifatida olamiz. Tamom. Xo'p, demak yangi mavzuda bizda o'tiladi. Xo'p, 34-inchisi. Bunda qanaqa vaziyat? Triangle, ya'ni bizda uchburchak, uchburchak ABC is similar. Ya'ni bizga o'xshash deyilyapti. Xo'p, nimaga o'xshash? Triangle LMN ga, ya'ni ikkalasi bir-biriga o'xshash ekan. Va B, M degan burchakka mos degani B bilan M bitta burchak degani. Tushundingizmi? B bilan M bir-biriga correspond, mos degani ikkalasi bir-biriga teng degani. Endi qarang, ikkalasi bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga kosinus m so'rayapti. Kosinus m so'ralgan bo'lsa, siz nima deysiz? Siz aytasiz ekan, demak kosinus m so'raldi nima mendan? Men kosinus b ni berdim nima deysiz? Chunki kosinus b bilan kosinus m bitta narsa. Chunki ikkalasi m bilan b bitta burchakda, ikkalasi bir-biriga mos deyapmiz. Endi qarang, bilasiz, mana bu x bo'lish sababi bu 45, bu ham 45. 45 gradusda sinusda ham kosinusda ham qiymati bir xil. Ildizosi 2 taqsim 2. Buni menimcha hamma bilsa kerak, a? A javobni egallab ketamiz ekan. Xo'p, menimcha xato bo'lmadi misollarda. Keyingisi 35-inchisi. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti qarang. This side degan tomonlari nimani? Length of right triangle FGH. Okay, right triangle chizamiz qarang. Xo'p, right triangle chizildi. Xo'p, qarang, eng katta burchagi qayerda? Eng katta tomon to'g'rog'i 25 ekan. H bilan F shunda eng katta tomon bo'ladi. Mana bu G esa bizda 90 gradusga burchak bo'lar ekan. Endi eng katta tomonni 25 deyapti. Eng GH da 20 mi? Ha, 20 deyapti. Buni 15 deyapti ekan. Xo'p, endi qarang. G F G H similar, ya'ni o'xshash deyapti X Y Z ga. Ya'ni boshqa bir uchburchak bor ekan, X Y Z degan, bunga o'xshash ekan. Xo'p, endi qarang, bu ham 90 gradusda shunda. Bu F G H bo'lganligi uchun bu ham X Y Z bo'ladi. Endi qarang, menga so'rayotgan narsa sinus olib ber x ga deyapti. X dan sinus oldim nima? Birinchi burchak bo'lgan f dan oldim nima? Ya'ni mana bu uchun sinus olib bersam, x uchun olib bergan bo'laman. Chunki biz aytadiki, agar ikkita uchburchak haqiqatan ham o'xshash bo'lsa, birinchida kelgan burchak birinchisiga, ikkinchida kelgan burchak ikkinchisiga va uchinchisiga kelgan burchak uchinchisiga teng bo'ladi. Bu degani birinchisidan olingan sinusga teng. Ya'ni qarshisiga katet 20 ni gipotenuzaga nisbati, ya'ni 25. 4 taqsim 5 bo'ladi agar 5 ga qisqartirsak. Bu C javobi berilyapti. Va masala hal. Xo'p, keyingisi. Bunda qanaqa vaziyat? Bizda kosinus x so'ralyapti ekan, agar kosinus 90 minus x imiz 3 taqsim 11 bo'ladigan bo'lsa, qarang. Kosinus 90 minus x degani o'zi, qarang, mana bu agar x bo'lsa, bu o'zi 90 minus x degani. 90 minus x to'g'rimi? Chunki bizda ikkalasi yig'indisi 90 ni berish kerak. Mana shu burchak uchun olingan kosinus 3 taqsim 11 ekan. Kosinus o'zi qanaqa olinadi? Yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati. Endi kosinus x bo'yicha beryapti. Buni qanaqa qilamiz desa, sizga qarang, yopishgan katet yo'q. Demak, men aytaman, gipotenuzani kvadrati bu katetlarini kvadratlarini yig'indisi. Demak, menga kerak bo'lgan narsani kvadrati teng bo'ladi 11 deki 121. Buni ayiramiz 9 ni. Ya'ni ildizosi necha chiqadi? Xo'p, 112 chiqadimi? 112 deymiz ekan. Xo'p, endi qarang. Nimani kvadrati ildizosida 112 bo'ladi desa, xo'p, bizda qanaqa variantlar bor ekan o'zi?
Maxrajida 11 bo'ladigan bo'lsa, 4 ildizda 7 desak, to'g'ri keladimi? 16 kira 16 kira 7 desak-da. 16 kira 7 desak to'g'ri kelar ekan. Ya'ni mana bu narsani ildiz osti 16 kira 7 desak, 16 nima chiqadi? 16 4 chiqadi. Xo'p, mana bizda demak 4 ildizda 7 chiqar ekan agar ildiz olsak. Endi, xo'p, shunda bizda qarang. Bu ham ketgan bo'ladi. Menga kerak bo'ladigan katet 4 ildizi 7 bo'lsa, bu burchak uchun kosinus yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati. Ya'ni 4 ildiz osti 7 ni 11 ga nisbati ekan. Bu bizda A varianti berilyapti ekan. Xo'p, demak ketdik. Keyingisi oddiy Pifagor bilan hal bo'ldi. 37. Demak bu yerda bizga triangle, ya'ni uchburchak o'xshash har doimgidek o'xshash deyilyapti. Nimaga? Ya'ni DF uchburchakka. Hop, ikkalasi o'xshash. A correspond D degani A bilan D bitta burchak. Va C bilan F o'zi right ekan. Qarang, C bilan F o'zi bir-biriga teng ekan. Endi length deb, length degani uzunlik. Nimani uzunligi? A biniki 0,7. Sirasi chizma chizganimiz yaxshi. Demak, to'g'ri burchak uchburchak desak, hop bizda demak mana bu hop right angle qaysi edi? C mi? Ha, C ekan. A B C deymiz. O'xshash deyilyapti. Demak bizga D E F ga. Qarang endi. Xo'p, A bilan D mos edi. C bilan F 90 dedi. Bu degani B bilan Y bir-biriga mos. Ya'ni birinchida kelgan burchak alfa bo'lsa, birinchida kelgan burchak alfa. Bu burchakning agar beta bo'lsa, bu burchakning beta demoqchi. Endi qarang. AB 0,7 deyapti. ABning uzunligi, ya'ni mana bu gipotenuzamiz 0,7 ekan. Xo'p, demak bizda nima deyilyapti? DE ni uzun 0,7 chamiz DE ekan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. DE ni 0,7 martasi ekan. Bu degani nabor bu kattaroq ekanda, bu kichkinasi ekan. Biz nabor chizib qo'yibmiz, mayli. Ya'ni bu A bo'lsa, bu A dan 0,7 marta katta, ya'ni ozroq kichikroq. Tangens A deyapti. Tangens A. Ya'ni A burchak uchun olingan tangens 21 taqsim 28 deyapti. Tangens o'z A dan qanaqa olinadi? Qarshisi katetni yopishgan katetiga nisbati bo'ladi. Kosinus D so'ralyapti. Ya'ni D burchak uchun kosinus. D burchak uchun olib ber degani, ya'ni kosinus olib ber degani bu A uchun olib ber degan narsa bilan bir xil. A uchun qanaqa kosinus olamiz deydigan bo'lsak, qarang. Xo'p, bizda nima vaziyat bo'ladi? Biz avval A ning qiymatini topib olishimiz kerak ekanda, to'g'rimi? Chunki siz hozir A dan kosinus olib bering desam nima qilasiz? Kosinus A dan olib bering desam, yopishgan katetni gipotenuzaga nisbat qilasiz. Ya'ni A ko'paytirilgan 0,7 qilasiz. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi topamiz. Xo'p, qarang endi. Bizga tak A ning qiymati chiqsa o'zi masalamizni javobi chiqar ekanda, to'g'rimi? Ya'ni nima qilamiz? Mana buni hozir Pifagorga qo'yib yuborsak, ya'ni katetlarini kvadratlari yig'indisi gipotenuza deb, katetlarini kvadratlarini demak menga yig'indisi 21 ta kvadrat yig'indisi qildim. Bu nimaga teng? A ko'paytirilgan 0,7 ni kvadratiga teng. Chunki bizda mana katet, mana gipotenuza. A degan narsani desimiz tushunmaganligi uchun buni x deb beramiz. Demak bizga x ning qiymati chiqadi 50. X ning qiymati 50 chiqdi degani bu A ning qiymati 50 degan. Hop, bitta 50 qo'yib yuborib, masalan, hal qilib yuborsangiz bo'lar ekan demak. Ya'ni 28 demak bizda taqsim 50 ko'paytirilgan 0,7. 28 ni 0,7 ga bo'ladigan bo'lsak 40, 0 bilan 0 ketadigan bo'lsa 4 taqsim 5 bo'lar ekan kosinus D. Ya'ni bizdan so'ralgan narsa. Kim mana shuni 4 taqsim 5 deb topa oldi? Men, okey, kishi. Yana kimlar?
Bor yo'g'i demak bizda 3, 5 demak to'g'ri ishlagan ekan. Bu degani 23 kishi xato ishlaganmi shunda? Yaxshi. Aha. Xo'p, demak 38-inchisi. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan? Xo'p, qarang yaxshi. Demak bizga circle deganimizga aylana bor. With ya'ni center markazi 0,0 joylashgan. Demak, qarang. Chizadigan bo'lsak, ya'ni markaz 0,0 joylashgan. Point A va point C berilgan. Lies on circle, ya'ni aylanib o'tadi degan. Qarang, 3 0 nuqta mana bu yerda. Desam, ishonmang, hazillashgan bo'laman. Mana bu yerda. 3 0. Endi qarang. Minus qarang. Y ga -3 bo'ladigan nuqta bittada. U ham bo'lsa mana bu yerda 0 -3 da. Bu degani sizda aylana bor. Ya'ni sizda aylana bo'lyapti. Ya'ni qanaqa desak, mana bunday ko'rinishdagi aylana bo'lyapti ekan. Ya'ni mana shunday ko'rinish ayni tasavvur qilaylik. Qarang. Mana bu yerdan 3 birlik masofada 3 0 joylashdi degani, mana bu yerda ham 3 birlik masofada -3 ya'ni 0 -3 joylashishi shart. Ya'ni mana bu yerda x ni aytmoqchiki, bu yerda 0 deb. Endi qarang, burchak ABC deyapti. ABC, ya'ni mana bu burchak aytilyapti. Sizga radian deyapti. In radian. If revolved degan aylantirilsa. Ya'ni revolve degan aylantirilsa 16 marta, 13 marta deyapti. Va mana bu demak bizga xp ko'rinishiga kelib qolar ekan. Va mana bu counter clockwise degani soatga teskari. To'g'rimi? Soatga teskari yo'nalishda bo'lsa, x ning qiymati bizdan so'ralyapti ekan. Bunga nima dedik? Xo'sh, bunga qanaqa javobni oldik? 13 marta aylantirildi. Agar kim to'g'ri topgan bo'lsa, kurs tekin qilib beraman deb ketayim. Xo'sh, nima deymiz? Mhm. Yo, 90 ko'paygan 13 taqsim 180 emas. Bitta o'ylab qaranglar. Har bitta aylanish, aylana bo'yicha bitta to'liq aylanish 2 pi qo'shildi degan. 13 marta aylandi degani 26 pi qo'shildi degan. O'zini turgan o'rni nechida turibdi? Pi taqsim 2 da turibdi. To'g'rimi? 90 gradus turibdi. Ya'ni 90 gradus. Endi qarang. Bizda bu hozir 90 gradus emas menimcha. Bu 3 pi taqsim 2 dan olingani, adashmasam. Ya'ni ABC burchak ABC 90 dan olingan bo'lishi ham mumkin mana bu. 90 dan olinmagan menimcha 3 pi taqsim 2 dan olingan, 270 dan olingan. Chunki ABC degani soatga teskari o'qiladi. Ya'ni mana bu joy aytiladi ko'pincha. Ya'ni 270 gradus. 270 gradus degani bu 3 pi taqsim 2 degani radianda. Unga yana 26 pi qo'shilyapti. Nimaga 26 pi desa, bitta aylanib to'liq aylanib chiqishi 2 pi. Buni qo'shsak 52, to'g'rimi? 52 3 qo'shadigan bo'lsak 55. 55 taqsim 2 pi bo'lib qolyapti. Ya'ni x qiymati 55 taqsim 2 bo'lib qolyapti. Javobda nima aytilgan? 55 taqsim 2 aytilgan javobda. Ya'ni 20 necha bo'ladi? 25, 27 yarim bo'ladimi bo'ladi? Xo'sh, javob bormidi o'zi buni? Javob yo'qmi deyman-da? Javob yo'q edi adashmasam. Mana shu 3 pi taqsim 2 dan olinadi ko'p ehtimol, chunki A va B deganda soatga teskari o'qiladi. Men tarjimasini tushunmagandim. Qarang. Revolve degan aylantirish
3p'larni qayerdan oldingiz deydigan bo'lsak, qarang, bizda nimadan chiqdi? 3p emas, 3p taqsim 2 ni so'rayapsiz menimcha. Nimadan chiqdi? Aylana, ko'ryapsiz a? Aylana bo'ladigan bo'lsa bizga bunday holatda, ya'ni aylanani bizda bunday x y plane'da joylashtiradi. Joylashtirgan vaziyatida soatga teskari aytiladi. Ya'ni mana bu burchagimiz A bo'lsa, A, O, B deb mana qo'yib kelmoqchi. Ya'ni B. Bu degani A, O, B burchagimiz mana bu bo'lyapti va bu 270 gradus degani. Ya'ni bu nuqtagacha masofa. Endi qarang, bu nuqtagacha masofa 270 pi degani 3 pi taqsim 2 bo'ladi radianda. Radianga 30 qayerdan chiqdi? 270 ni pi taqsim 180 ga ko'paytirganda shu chiqqan. Endi qarang, mana shu nuqtani soatga teskari holatda 13 marta aylantirish degani, ya'ni bir marta aylandi degani, boyagi 3 pi taqsim 2 ga 2 pi qo'shildi degani. Yana bir marta aylandi degani, yana bitta 2 pi qo'shildi degani va 13 marta aylanadigan bo'lsa, 13 marta 2 pi qo'shiladi. Va o'sha vaziyatda biz soddalashtiradigan bo'lsak, 55 taqsim 2 pi ko'rinishi chiqadi ekan radianda. Ya'ni x to'g'ri oldidagi narsa bizda nima bo'lib qolyapti ekan? 55 taqsim 2 bo'lyapti deysiz. Mana bu x bu prosta qo'yib qo'yilgan. Bu ikkisini menimcha farqi bor. Ya'ni bu aslida 0 deb yozilishi kerak edi. Chunki bizda mana bu 3 0 joylashdi degani, mana bu 3 0 joylashdi degani. Demak bizda 3 0 degani aylanani markazi, ya'ni aylanani radius 3 degani. Mana qarang, markazi mayda bo'lsa radius 3. Bu degani mana bu yerga ham 3 bo'lak tushishi kerak. 2pi qayerdan keldi? Trigonometriyani o'tmaganmizsa, butun bir aylana 360 gradus. Bitta aylanib chiqish. Radianni hisoblasangiz, qisqarib 2pi keladi. Ya'ni bir marta to'liq aylanib chiqishingiz aylanani 2pi degan. 26 marta, ya'ni 13 marta aylanib chiqishingiz bu 26pi degan. Demak, 26pi ni shuning uchun ham biz qo'shyapmiz mana bunga. Tamam. Tushundim. Aha, zo'r. Xo'p, keyingisi 39-inchisi. Bu nima deyapti ekan? Tangens b 8 taqsim 6 deyapti. Tangens b qanaqa bo'ladi o'zi? Tangens b demak qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati bo'lishi kerak edi. Demak bu 6x, mana bu 8x deb turasiz. Agar tamom bo'lmaganda 8 6 yozasiz. Tamom bo'lsa 2x 8x 6x deb ketaverasiz. Endi qarang. 8x'imiz 32 bo'lsa, x'imiz necha bo'lgan? X'imiz 4 bo'lgan. X 4 degan bu 24 bo'ldi degan. Bu 24, bu 32 bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? Demak, biz topamiz. Pifagor teoremasi bo'yicha. Xo'p, bizga necha chiqadi o'zi bu? Xo'p, 4 dan 8 marta yo'q, 4 dan 6 marta bu Pifagor sonlariga keladimi, kelmaydimi? 3 dan 8 marta, 4 dan 8 marta, 5 dan 8 marta bo'lsa 40. Menimcha 40 bo'ladi, Pifagor sonlariga kelar ekan. Ya'ni 3, 4, 5 degan Pifagor sonlarimiz 8 marta ortyapti. 8 marta, 8 marta, 8 marta. Endi qarang. Kosinus s ga kosinus b ni qo'shing deyapti. Kosinus s qanaqa olinadi? Yopishgan katetni hipotenuzaga nisbat. Kosinus b esa bu yopishgan katetni hipotenuzaga nisbat. Ya'ni общий 56 taqsim 40. 4 ga bo'ladigan bo'lsak 14 taqsim 10. 2 ga bo'lsak 7 taqsim 5. Mana bizga asl javob. Ya'ni yig'indisi bizda mana shunga teng deysiz, tamom. Bitta Pifagor и bitta tangens borlik, tamom. Xo'p, keyingisi 40-inchisi. Xo'p, bu nima deyapti? A'si 5. A'si deganda katta tomon 5 demoqchi. Xo'p, C deyapti, qarang. C is half. Half degani yarmi. Demak, mana bu half degan bizga yarmi. Ko'pchilik mana shu so'zni bilmaydi. Yarmi. Ya'ni C demak bizda yarmi ekan nimani? Burchak A'ni. Ya'ni A degan burchagimiz yarmi. Ya'ni bu burchak alfa bo'lsa, bu burchak 2 alfa. Bu degani bilsangiz bo'ladi 30 ga 60 demoqchi. Chunki siz bilasiz, bu 90 bo'lsa, mana bu ikkita alfa bilan alfani yig'indisi ham 90 bo'lishi kerak. Chunki ikkalasining yig'indisi 90 bo'lsa, bu burchak ham 90 bo'lganligi uchun, demak bizda burchaklar yig'indisi nima bo'lar ekan? 180 chiqar ekan va bu alfa 30ligini ko'rsatadi. Demak, qarang, alfa 30. Hop, bu alfa ham demak bu 2 alfa bo'lgancha 60. Bizga aytilayotgan narsa AB bilan 7 parallel. Ya'ni bular parallel ekan. Parallel degani mana bu 60 gradus bo'lsa, bu ham 60 gradus.
Agar bu 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak bizda ikkalasi uchun, ya'ni kichkina uchburchak uchun ham, katta uchburchak uchun ham umumiy bo'lib qolyapti. Triangle CDE deyapti. Ya'ni kichkina uchburchak bo'yicha sinus C so'ralyapti. Ya'ni sinus C'ni siz kichkina uchburchak bo'yicha olib berasizmi, katta bilan olib berasizmi, qizig'i yo'q. Burchakni bilasiz, 30 gradus. Sinus 30 gradus nimaga teng desam, bilasizlar, 1/2ga teng. Eng oson savol mana shu. Xo'p, keyingisi. Xo'p, yangi mavzu o'tsak, o'zi 4 ta misol qoldi. Xo'p, demak ketdik. Geometriya ozroq qiyinda, qiyin bo'lgani uchun sizlarga demak uyqularingiz kelayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'rganmasangiz bo'lmaydi. 58 ta emas. Oho, 58 ta misol bor. Ko'ramiz unda. Xo'p, demak 41-si. Bunda qanaqa vaziyat bo'lyapti ekan? 45 gacha ko'ramiz bo'ladi trigonometriya bo'yicha. Bundagi misollar esgancha o'rganishga bu bo'ladi, u yog'i past shart emas. Narigi faylni o'rganganlaringiz yetadi. Xo'p, demak ketdik. Men Qirg'izistondan o'qdi. Xo'p, demak ketdik, qarang. Bizda nima deyapti? Figure below, pastda figura bor. B burchak, B angle is congruent to deyapti. Burchak, ya'ni angle ega. Va cosinus D ni qiymati so'ralyapti. O'zi qaysilari teng ekan? B bilan E teng ekan. Ya'ni bu alfa ekan, bu ham alfa ekan. E deysiz, qarang. Bu ham alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'lsa, 90-90 bo'lsa. Qarang, ikkita burchak bir xilda, ikkita burchak bir xil. Ikkita burchagi bir xil degani, uchinchi burchagi avtomatik teng degani. Ko'rdiga, demak, mana bu uchburchagim bilan bu uchburchagim o'xshash bo'lib qolyapti. Cosinus D topish endi muammo emas. Qanday qilib cosinus D topamiz deydigan bo'lsangiz, cosinusni siz, ya'ni mana bu bilan topmoqchi bo'lsangiz, sizga nima kerak? Yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati kerak, lekin gipotenuza yo'q. Endi qarang. Alfani qarshi tomon 24. Hozir biz mos tomonlarni ajratib olsak bo'ldi ekan. Unda qarang. Hop. Betani qarshisida, alfani qarshisida, 90 ni qarshisida har xil tomonda berilgan. Burchaklari teng. Xo'p, mana bu 10. Bu 6. Bu avtomatik nima bo'ladi? 8 bo'ladi Pifagor teoremasida. Chunki 3, 4, 5 ni 2 marta oshirgan. Endi qarang. Alfani qarshisidagi 8, lekin alfani qarshisidagi 24. Demak, sizda nima xulosa bo'ladi? Demak, tomon 3 marta katta. Demak, mana bu betani qarshisidagi ham 3 marta katta bo'lishi kerak. Xo'p, demak, gipotenuzadan ham 3 marta katta bo'lishi kerak. Bu hamma tomon tayyor. B uchun qo'shimcha olib bering, bo'ldi. Ya'ni 24 yopishgan katet, gipotenuza 30. Demak, buni 2 ga bo'lib o'radigan bo'lsak, 2 ga emas, 6 ga bo'lib o'radigan bo'lsak, 4 taqsim 5 ko'rinishda bo'lar ekan. 3 taqsim 5 emas. Masala hal. Xo'p, keyingisi 42-si. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan? Side lengths degan tomon uzunliklari. Tomon uzunligi. Nimani? Right triangle deyapti, qarang. Right triangle ABCniki mana berilgan. Sizga tangens n so'ralyapti. Qarang, bitta narsani o'rganmaylik. Eng oson usul mana bu. Birinchida kelgan burchak birinchisiga teng va uni olingan sinus, kosinus, tangens, katangens baribir xil. Ikkinchida kelgan burchak ham ikkinchisiga teng bo'ladi. Sinus, kosinus, tangens, katangens hammasi bir xil. Shunisi ham xuddi shunday. Bu degani men S uchun olgan tangensim bilan N uchun olgan tangensim farqi yo'q. Chunki uch burchak o'xshash deyilyapti, bo'ldi. Burchaklari teng bo'ladi. U 100 marta katta bo'lishidan qat'iy nazar. Endi qarang. Mana bu burchakda agar men grafik chizsam, nima bo'ladi qarang. Eng katta tomon 65 bo'lsa SA ekan. Ya'ni AC demak bu B bo'ladi. BC 60, AB 25. Men boya S burchagidan olsam bo'ldi ekan dedim. S burchagidan bitta tangens oling, bo'ldi. Nidan olgandek bo'lasiz? Qarshisi katetni yopishgan katetga nisbat. Ya'ni 25 ni 60 ga nisbati deysiz. Tepani 5 ga bo'lsangiz 5, pastini 5 ga bo'ladigan bo'lsangiz 12. Ya'ni 5 taqsim 12 bu B variantda bo'lyapti ekan. Xo'p, keyingisi 43-si.
aytishi bo'yicha x is deyapti 28 gradus. Sinus x. Ya'ni kosinus x ni, ya'ni x 28 bo'lsa, c burchak. Demak 0 bilan 90 orasida desak, c burchagining qiymati so'ralyapti ekan. Nima deysiz c ni qiymatini? C ga qanaqa qiymat yozsak bo'ladi? Hmm, 62. Nimaga? Chunki bizda qachon ikkalasini ayirmasini bo'ladi desa, bunday hisoblaydigan bo'lsangiz, sinus c degan narsa kosinus x ga teng bo'lib qoladi agar bu bilan o'tib qoladigan bo'lsa. Qachon sinus bilan kosinus teng desa, siz aytasiz, qachonki ikkita burchaklarim, ya'ni burchak x bilan burchak s ning yig'indisi 90 bo'lsa. X bor 28, unga nimani qo'shish kerak? Albatta 62 ni. Demak, C variant. Xo'p, 44-si. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti? Menga qarang. Xo'p, mana shu bizga kerakli savoldan bittasi. Xo'p, qarang. Points bor ekan, nuqtalar berilgan, birlik radiusi 1 ga teng bo'lgan aynida yotar ekan. Xo'p, demak, birlik aynini chizib oladigan bo'lsak, buni kattaroq chizish iloji bormi? Yo'q, mana shu yerda bo'lar ekan. Bunday qilsak, yo bu aylana bo'lmaydi. Bundan chiqaramiz. Mana bizga birlik aylana. Okey. Mana shuni birlik aylana deb tasavvur qilasiz va qarang. Ikki nuqta berilgan nuqtalar keyin joylashtiramiz. A, O, B degan burchak bor ekan, alfa degan burchagimiz radianda aytilishi bor ekan, kan topib ber deyapti ekan. Okey, qarang, burchaklarni kiritamiz. Ildizosi 2 taqsim 2 ni bitta desmizda ko'rmang. Ya'ni nima bo'lar ekan o'zi? Ya'ni ildizosi 2 taqsim 2 degani bu 0,7 atrofida bo'lar ekan. Demak, minus 0,7 ga plus 0,7 tepa minus 0,7 ga, ya'ni minus ildizosi 2 taqsim 2 ga minusiga plus bo'ladi. Ya'ni mana bo'lib qolyapti qisqasi. Ya'ni ildizosi 2 taqsim 2. Bizga shunday burchak mana bu yerga to'g'ri kelyapti deb tasavvur qilsak ham bo'lar ekan, sal teparoqda ekan. Mana shu nuqta desak bo'lar ekan. Ildizosi 3 taqsim 2 nima degani? Ildizosida 3 taqsim 2 bo'lsa, buni 3 qilsak, xo'p, bu 0,8 atrofida bo'lar ekan. Bu ham tepa sal yaqinroq, sal kattaroq ekan. Ya'ni 0,8 da, ya'ni mana bu yerda ekan, ildizosi 3 taqsim 2. 1 taqsim 2 esa yarim bo'ladi. Chunki radius o'zi bir, radius 1 degani mana bu yergacha bo'lgan masofalar bari 1. Endi mana bizda nuqta bor. Ya'ni bu tepa mana bu yerga to'g'ri keladi. Endi qarang. Bu burchagim A bo'ldi. Bu burchagim B bo'ldi. Markaz O da. Endi sizga savol berilyapti. A, O, B deyapti radianda. Ya'ni A, O, B deganda mana bu nazar turyapti. Ya'ni mana bu yoqqa keladi. Keyin bu yoqqa boradigan bo'lsa, shu burchagimiz bizda qiymati so'ralyapti ekan radianda. Qanday aytamiz? Xo'p, demak, ko'rib chiqamiz buni. Xo'p. Tak, A, O, B burchak bizda bor. Radianda aytilgan qiymatni topib bersak bo'ldi ekan. Yaxshi. Xo'p, nuqtalar berilgan. Bo'lib topsak qo'ladimi yo? Tak, umumiy topa olamizmikan? Umumiy topish kerak emas menimcha. Bunday qilamiz, qarang. Mana bu yerdan, xo'p, shu nuqtadan tushirsam, qarang. Mana shu nuqtadan bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, qarang. Bu nima bo'ladi? Birlik aylana bo'lgani uchun aylana markazidan aylanagacha bo'lgan masofa 1.
Xo'p, mana bu masofamga teng. Ya'ni ildiz 2 taqsim 2 qilib olgandik-ku, xuddi shu narsa. Bu masofam esa bu ham ildiz 2 taqsim 2 ga teng. Tenglik bo'lib qolyaptimi? Chunki bu minus ildiz 2 taqsim 2 degan bilan masofada baribir plyus aytiladi. Bu ham xuddi shunday. Demak, mana bu burchagim 45 gradus bo'lgan ekan. Endi mana buni qarang. Mana buni ham agar men bunday olib keladigan bo'lsam, bunday balandga tushiradigan bo'lsam, x'im orasidagi masofa qancha edi? Mana x'im, mana bu ikki nuqta orasidagi masofa ildiz 3 taqsim 2 edi, to'g'rimi? Bu aytmoqchiki, mana bu ildiz 3 taqsim 2 deb. Agar x o'qiga tushiraman desangiz, x o'qigacha bo'lgan masofa, ya'ni mana bu masofamiz minus yarim bo'lgan bilan masofa sifatida qaraganda bu yarim 1 taqsim 2 ni o'zi bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni mana bu 1 taqsim 2 degani. Mana bu tomonimiz 1 taqsim 2. Xo'p, bu 1 taqsim 2 bo'lsa, bu ildizosi 3 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, burchaklar nima bo'ladi degan bo'lsangiz, qarang, bu birlik aylanadi, to'g'rimi? Birlik aylanib bo'lsa, bu qandaysiga bu katet 1 taqsim 2 bo'lishi mumkin desa, siz aytasiz. 30 gradusli burchak qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Demak, mana bu 60 gradus ekan. Demak, mana bu o'rtada 90 gradusli burchak bor. To'g'rimi? 45 bor, 90 bor va 60 bor. Bular hammasini qo'shadigan bo'lsam 150, 195 bo'ladi. Lekin bular sizga radianga aylantirganda, radianga aylantirib, buni k ko'paygan pi taqsim 12 deb aytgan. Mana bu yerda. Biz nima qilamiz? Demak, biz aytamiz ekan buni. Xo'p, 12 ga qisqartirib yuborsak, bittadan 5 tadan, ya'ni 15, 195 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsak, bo'ldi, qiymat chiqadi, pilla qisqarib ketadi. 195 ni 15 ga bo'laman. Necha chiqadi? 195 deb bo'lsam 15 ga javob 13 chiqar ekan. Demak, bizda aytmoqchi bo'lgan k ni qiymati 13 chiqqan. Demak, mana bu uchburchak bo'yicha alohida burchak topdim. Bu uchun alohida va mana bu 90 bo'lgani uchun a obini demak 3 bo'lakka bo'lib qiymatini topdik. Va masala hal. Xo'p, demak 45-si. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan? 44 imtihonda ko'rmadim, lekin mana bu 45 imtihonda tushgan. Qarang, haqiqiy imtihon savol. Right triangle, to'g'ri uchburchak, two acute angles, ya'ni ikkita o'tkir burchagi a bilan b bo'lsa, qarang, sinus bilan kosinus bir xil bir-biriga teng deyapti. Bu degani ikkita burchakni yig'indisi, bu noyabrda tushdimi yo dekabrda 2025 da tushdi. Demak, ikkita burchak yig'indisi 180 desam ishonmaysizlar, 90 gradus desak bo'ladi. Chunki ikkita burchak yig'indisi qachonki 90 bo'lsa, sinus va kosinuslar teng bo'ladi. Endi qarang, x ni qo'shsam 5x, mana bu 52 yig'indisi u yoqqa o'tkazib yuboramiz, minusda 40 chiqadi. Ya'ni x ning qiymati 8 bo'lgan ekan deysiz, tamom. Va trigonometriya bo'yicha mana shu o'rgangan narsalarimiz yetadi. Videoda tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, men yozib olganman, tashlab beraman. Buni to'liq ko'rib oling hammasini. Demak, trigonometriya bo'yicha mana shu 45 ta o'rganganingiz bizga yetadi. Trigonometriyada tushadigan misollar ishlashga. Xo'p, trigonometriyani, ya'ni 1 dan 10 gacha qanchalik o'rganib oldingiz? Ya'ni bu mavzu ko'pchilikka menimcha yangi mavzu bo'lsa kerak, trigonometriya. Bo'ldi, javoblarni tashlab qo'yaman. Men esimdan chiqib qoldi. Hammasini javob bor deb turibman. Men tashlab qo'yaman sizlarga. Mhm. Trigonometriyada hamma qiynaladi agar u oldin o'rganmagan bo'lsa. 32 dan rosa 32 ni aytingizda qani ko'raylikchi, adashganmikanman. Qaysi bo'ladi deyapsiz siz? Dilorom ustoz degan akkaunt ekansiz. Qanisiga 48 bo'ladi? Sinus 48 bilan kosinus 48 teng demoqchimisiz bu bilan? Qachondan beri teng bo'lyapti? Qaranglarchi. 42 ko'ramiz, qarang. 42 ga 48 qilsak teng bo'lyapti. Nimaga?
ikkita burchak yig'indisi 90 bersagina sinus va undan olingan kosinuslar teng bo'ladi. Qolgan vaziyatda bo'lmaydi. Xo'p, demak bizda trigonometriya mana shu bo'lar ekan. Xo'p, yangi mavzu. Bizda juda ham qiyin. Bu similar shapes and congruent triangles degan mavzu bo'lar ekan. Ya'ni o'xshash shakllar va teng uchburchaklar. Xo'p, eshitganmisizlar TBT, TTT shunaqa narsalar, ya'ni alomatlarni. Mhm. Xuddi o'sha narsani demak hozir sizlar bilan ko'ramiz ekan, ya'ni o'xshashlik alomatlari. Keyin demak birinchi uchburchaklarni demak o'xshashligini, ya'ni similar ekanligini, bu yerda similarmi, congruentlimi? Congruentli ekan. Keyin uchta qoidasini ko'ramiz. Birinchi, uchburchaklar qachon similar bo'ladi, ya'ni qachon o'xshash bo'ladi. Demak, ketdik. Uchburchaklarni o'xshashligini first rule, ya'ni birinchi qoidasi, ya'ni qoida emas, biz o'zbek tilida alomat deymiz. Birinchi alomati angle, ya'ni burchak burchak ekan. Bu qanaqa alomat deydigan bo'lsangiz, istalgan uchburchakni istalgan ikkita burchakka tengmi? Bo'ldi, bular demak bir-biriga o'xshash hisoblanadi. Bu demak burchak burchak qoidasiga ko'ra. Ya'ni ikkita yetadi, uchta emas. Eng kamida ikkita demoqchi bu gapi bilan. Ya'ni uchta bo'lsa ideal, lekin ikkita bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Bular demak bir-biriga similar, ya'ni bir-biriga o'xshash deb aytilar ekan. Va ikkinchi qoida. Ikkinchi rule shu narsani aytar ekanki, bizda ikkinchi qoida bu side. Ya'ni tomon. TTT alomat. Ya'ni side. TTT alomatiga ko'ra mana bu 30 va 24 orasida qanaqa bog'liq bor desak, 30 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsa, tepani 6 ga bo'lsak 5, pastda bo'ladigan bo'lsak 4, ya'ni 1,25. Bu degani mana bu 1,25 marta katta. 40 ni 1,25 ga ko'paytirsam 50. Demak, bu bundan demak 1,25 marta katta. Bu ham 1,25 marta katta. Demak, hozir o'rtada o'ynayotgan shkal faktor 1,25 bo'lganligi uchun mana bu S burchak qarshisi tomon, to'g'ri qarang. Birinchi burchak qarshisi tomonga teng bo'ladi har doim. Ikkinchi burchak qarshisi tomon, ikkinchi burchak qarshisiga teng bo'ladi va Z degan uchinchi burchak qarshisidagi uchinchi burchak qarshisi tomonga teng bo'ladi. Va bu tomon alomatiga ko'ra. Ya'ni mana bu B ni qarshisidagi misol uchun X ni qarshisiga yoki buni qarshisiga bo'lib qolmaydi. Ya'ni 3 ta bo'lganda to'g'ri, 2 ta bo'lganda siz chaltib qo'yish mumkin. Uchinchisidan chiqarmang, birinchidagi birinchisini, ikkinchisini, uchinchisining qarshisida bo'lishi kerak. Bu ikkinchi alomati. Uchinchi alomati qanaqa? Uchinchi alomati bizda demak side angle side, TBT. Hamma biladigan alomat. TBT, tomon burchak tomon. Ixtiyoriy ikkita tomon ber deyapti. Uni orasidagi burchakni ber. Ikkita ixtiyoriy tomon va ular bir-biriga mos bo'lsin. Ya'ni qarang, 1,25 marta katta, 1,25 marta katta va burchaklari teng bo'lsin deydi. Demak, bu TBT alomatiga ko'ra. Ko'pchilik nima o'ylaydi? Qarang, ya'ni bu burchak yo'q deydi-da, mana bu burchak bo'lsa ham 87 bo'lsa ham to'g'ri olib ketadi. Bu narsa noto'g'ri. Ikkita burchak, ya'ni ikkita tomon va o'sha ikkita tomonning orasidagi burchak bo'lishi kerak, bizda esdan chiqarmang. Yana qarang, bu uchta qoida, buni hamma biladi. Ya'ni uch burchak o'xshashligi. Birinchisi hamma burchagi teng bo'lsa, ikkinchisi hamma tomoni teng bo'lsa, bu uchinchisi ikkita tomoni va bitta burchagi teng bo'lsa. Xuddi shu uchta alomat orqali demak sizga men mashq beraman, demak ishlaymiz birga. Nima ketdik, qarang. Uchburchakni sizga o'zi oxirida aytiladi, qarang. Oxirida deyarli savol bir xil boshlanadi. Which deydi, ya'ni qaysi deydi, additional deydi, qo'shimcha degan. Qo'shimcha. Qanaqa qo'shimcha information, ya'ni ma'lumot beray deydi. Bular sufficient degani yetarli bo'lsin. Nimaga? To prove degani isbotlash. Nimaga? Triangle ABCni similar, ya'ni o'xshash deyishga. Nimaga o'xshash? Demak bizga triangle DF ga. DF uchburchakka o'xshash deyishga. Qarang, siz agar o'xshashlik isbotlayotgan bo'lsangiz, sirazi ikkita o'xshash uchburchak chizib olishingiz kerak. Mana bitta, mana bitta. Har doim birinchi o'rinda chizma chizib olishingiz kerak. Va qarang, bularga demak nom qo'yamiz. Bizda nima vaziyat ketyapti ekan? Mana bu A. Bunday qilamiz, kichkinasiga A,
B, C desak, bizga aytyapti qarang. A va D burchaklaring each have, ya'ni 60 gradusdan. Ya'ni A, B, C bo'lsa, D, E, F bo'lsa, qarang. A burchaging va D burchaging 60 deyapti. A, B 27, B, C 40. A, B 27, B, C 40. Endi sizga qo'shimcha ma'lumot aytyapti, bular o'xshash bo'lishi uchun. Endi men sizlarga bitta 80% holida to'g'ri bo'ladigan idealniy javob topish yo'lini o'rgataman. U qanaqa bo'ladi? U sizda, demak, esdan chiqarmang, bizda uchburchakni o'xshashligida, ya'ni yozib olsangiz ham bo'ladi. Uchburchakning similar holatida 80-90% holatda 80-90% holatda o'xshashlikni isbotlash uchun yordam beradigan eng birinchi narsa bu angle. Ya'ni angle bor javobdan ketish. Nima degan? Ya'ni burchak orqali bo'ladi. Bu degani siz mana bu birinchi variant bilan ikkinchi variant qo'yib turing, hali kerak emas. Siz S bilan D ni tekshirib ko'rasiz, ya'ni burchak qatnashgan javob tekshirib ko'rasiz. Agar to'g'ri kelmasa, keyin tomonga qaytasiz. Qarang, S aytyapti B burchagi va F burchagi 85 ga 35. Ya'ni respectively degani mos ravishda degani 85 birinchisi, 35 ikkinchisi. Ya'ni B 85, F 35. Endi qarang. 60 ga 35 ni qo'shsak 95. Bu degani buni bir avtomatik 85 bo'lib qoladi, chunki ichki burchaklar 180 chiqishi kerak. Bu 85 ga buni qo'shsam 145, bu avtomatik 35 bo'lib qoladi. Qarang, 3 ta burchagi bir xil. Birinchida kelgan burchak birinchisiga va ikkinchida kelgan burchak ikkinchisiga, uchinchida kelgan burchak uchinchisiga tengmi? Bular o'xshash va bizga isbotlandi. Ya'ni prove qilindi deysiz. Va siz javob ketasiz. Endi tamom. Ya'ni eslab qolamiz, uchburchakni o'xshashligida 90%, 80% holatda biz nimadan ketamiz degan? Tomondan emas, burchakdan ketamiz degan. Mana bu bizga demak uchburchakning o'xshashligiga demak masala bo'lar ekan. Bu 3 ta qoidani yozib olasiz. Endi sizga 3 ta qoida beraman. Yo'qi 5 ta qoida bor adashmasam bunda. 5 ta qoida bo'lgan bilan bu ham ixchamlanib, baribir demak bizga 3 ta qoidaga aylanadi. 35 qayerdan keldi desangiz, ichki burchaklari qarang. 85 ga 60 ni qo'shsangiz, demak bizda 145. 145 ga nimani qo'shsangiz ichki burchak 180 bo'ladi. Albatta 35. Shuning uchun avtomatik bu ham 35 bo'lib qoldi. Mana avtomatik 35 85 bo'lib qolgandan keyin hamma burchaklari mos. Tomon bir teng foydasi yo'q. Tomon bir teng kerak bo'lmaydi bu yerda agar hamma burchak teng bo'lsa. Xo'p, endi tenglikka o'tamiz. Tenglikda qanaqa alomatlari bor ekan? Tenglik ham oddiy. O'z nomi bilan teng deb turibdimi? Bo'ldi. Hamma tomon teng bo'lsa, birinchi sharti bu, demak, TT alomati. TT alomatiga ko'ra любой tomon teng bo'lsin. Ya'ni birinchisi, ikkinchisi, uchinchisiga teng bo'lsin. Bular teng deyiladi. Bu eng oddiy qoidasi. Mana bu ikkinchi qoidamiz bizni uchinchi qoidaga o'xshab ketadi. TBT alomati. Tomon, burchak, tomon alomati. Qarang. Bunda qanaqa bo'ladi degan bo'lsak, bunda bizga aytiladi ekanki, yana nima? Ikkita tomoning teng bo'lsin. Xo'p, bo'ldim, shuni o'zi yetadi desiz, xuddi o'sha ikkita teng tomonni burchaklari ham, ya'ni orasidagi burchaklar ham teng bo'lsin. Bo'ldi, shundagina bizda nima qilinar ekan? Uchburchaklar teng deb olinadi ekan. Qaytaraman. Ikkita tomon teng bo'lsin va xuddi o'sha ikkita tomonning orasidagi demak burchaklari ham teng bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak, keyingisi. Ya'ni uchinchi alomat. Ikkita alomati biz o'rgangan narsa bir xil. Va bizda keyingi alomat. Xo'p, bu uchinchisi. Bunda qanaqa bo'lar ekan? Qarang. Bu aytar ekanki, mana 3-4 qoida bitta narsa. 3-4 qoida bitta narsa. Любой ikkita burchak teng bo'lsa va uni tagidagi tomon. Aynan tagidagimi, yonidagimi qizig'i yo'q. Любой ikkita tomon teng bo'lsin. Любой ikkita tomon. Faqatgina qaysi burchak deydigan bo'lsa, qarang, любой ikkita tomon teng bo'lgandan keyin, 64 ni qarshisidagi va 64 ni qarshisidagi, ya'ni mos tomonlari qo'yilsagina-da, ya'ni misol uchun 82 64 degandan keyin qarang, mana bu alfani qarshisiga qo'yilyaptimi? Mana bu yerga ham qarang, alfani qarshisiga qo'yilgan. Mana bu yerga 64 ni qarshisidagi 64 ni qarshisiga, ya'ni ikkita tomonga ham, ya'ni ikkita uchburchak tomoniga ham bir xil burchak qarshisiga qarang, 64 ni qarshisidagi, keyin любой ikkita burchak. Любой ikkita burchak. Ya'ni bu qoida shunaqa ishlaydi. Любой ikkita burchak va qaysi biridir, ya'ni qarshisidagi tomon bo'ldi. Yetadi shu narsa deydi. Ya'ni bizga
ularni nimaligini tengligini isbotlashga. 3 4 bitta bo'lib ketdi. Beshinchi qoida oson. Beshinchi qoida bu to'g'ri burchaklar uchun ishlab chiqarilgan. Ikkita katet bo'lsin yoki bitta katetdagi hipotenuza bo'lsin, bular teng. To'g'rimi? O'zi bitta katetdagi hipotenuza bo'lgandan keyin aniqda ikkinchi katet. Bular oddiy. Demak, ikkalasida ham shu 3 ta qoida bor. Ya'ni bu aytar ekanki, ikkita любой burchaging bo'lsin va bittasini qarshidagi tomon bo'lsin. Yoki demak bizda nima bo'lsin ekan? Любой ikkita tomoning teng bo'lsin, uni orasida burchak teng bo'lsin. Va bizda eng asosiysi hamma tomon teng bo'lsin. Bo'ldi, bular teng. Demak, 3 ta alomat bunga tegishli. Endi xuddi shu 3 ta alomatga sizlar bilan bitta example ko'rib o'ramiz. Endi qarang. Bizga aytayapti ekanki, triangles ABC va XYZ shown. Shown degani ko'rsatilgan. Ko'rsatilgan. Ya'ni qani, mana bu yerda ko'rsatilgan. Which of the following piece of information deyapti. Ya'ni qaysi ma'lumot is not sufficient degani yetarli emas. Ya'ni to prove degan isbotlashga. Ya'ni qaysi biri bizga isbotlashga yetarli emas. Demak, yetarli emas degan narsani topish uchun siz bilishingiz kerak yetarli degan narsani. Endi qarang. Bizda A variantini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bizda A varianti aytayaptiki, burchak A bilan burchak X tengligi deyapti. Burchak A bilan burchak X ning tengligi nimani isbotlab beradi? Ikkita tomon, ikkita burchak, to'g'rirog'i alfani qarshisidagi tomon. Ikkita burchak alfani qarshisidagi tomon. Deysiz. Ikkita burchak va qaysidir qarshisidagi tomon berib qo'yiladigan bo'lsa, bular teng bo'lib qoladi-yu. To'g'rimi? Ya'ni nima bo'yicha? Burchak tomon qoidasi bo'yicha. Yo'q, bu bo'lmaydi. Bu isbotlab qo'yapti. Ko'rdingizmi? Demak, bu bo'lmaganligi uchun chiqib ketadi. Ya'ni sizga isbotlay olmaydigani kerak. Bu isbotlab qo'ydi. S bilan Z tengligi. Ya'ni buni alfa de, Z da alfa de deyapti. Deysiz. Ikkita burchak tagidagi tomon. Ikkita burchak tagidagi tomon. Bu isbotlab qo'yapti-yu. Demak, bu ham isbotlab qo'ydi degan, bu ham not sufficient, yetarli emas degan. AB bilan XY tengligi. AB bilan XY tengligi. AB A bo'lsin, XY ham A bo'lsin. Qarang. Ikkita tomon va o'sha ikkita tomon orasida burchak. Ikkita tomon va o'sha ikkita tomon orasida burchak. Deysiz. Bu ham isbotlab qo'yyapti. Demak, isbotlay olmaydigan variant ekan. Bo'ldi. 3 ta isbotlanadi degan narsani tushungan odam isbotlab bera olmaydi degan narsani topish oson. Demak, biz uch burchaklar tengligi va o'xshashligi degan narsa mana shu. Va aynan imtihonda, demak, sizlarga keladigan masalalar men pastda tanlab beraman. Ya'ni mavzuni qancha tushunganingizni ko'rish uchun. Xo'p. 26 ni ko'ring. Ya'ni o'xshashlikka ko'raylik birinchi. 26 ga qaysi variantni olamiz? Sig'imlar bilan kongruent ikki xil tushunchami? Sig'im bilan kongruent. Boshqa sig'im boshqa narsa. A, C har xil javob kelyaptimi? Men sizlarga bu o'rgatgandim. Uchburchaklarni nimaligini o'xshashligini isbotlayotgan vaziyatimizda 80-90% holatda
Nima bo'ladi deganman? Burchakdan ketiladi tomondan emas. Mhm. Xo'p, hamma demak S va A javob belgiladi. Xo'p, ko'ramiz. Ikkita uchburchakni o'xshashligini isbotla degan gapni o'qib qoldingizmi? Srazi ikkita uchburchak chiziladi. Bu qarab o'tirmanglar. Bu chizmasiz ishlamaydi bu masala hech qaysi. Demak, chizma chizamiz. Xo'p, chizma yozib chiqamiz. Bizda qanaqa vaziyat ketyapti ekan? Xo'p, demak, J, K, L desam, A, B, S desam. Qarang. L va S ich deyapti. Har biri 57dan. 57dan, 57dan. A, B'si 7, A, L 28. Ha, demak 4 marta kattaga o'xshayapti. Which of the piece of information bir nima process isbotlab ber o'xshashligini. Tamom. Endi qarang. S javobdan ketsa, ya'ni burchakdan birinchi ketamiz dedim. A bilan K 58 ga 65. Ya'ni birinchida aytilgan A 58, ikkinchida aytilgan K 65. Qarang endi. 65 ga 57 ni qo'shadigan bo'lsak, 110 122. Agar bu 122 bo'ladigan bo'lsa, yig'indisi 122 bo'ladigan bo'lsa, bu necha bo'lishi kerak? Ichki burchaklar 180 bo'lish uchun deydigan bo'lsak, 58 gradus bo'lib qoladi. 58 ga 57 ni qo'shadigan bo'lsak, 115. 115 ga nechini qo'shsam ichki burchaklar yig'indisi 180 bo'ladi desam 65. Ya'ni siz e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchida kelgan burchak birinchisiga, ikkinchida kelgan burchak ikkinchisiga, uchinchida kelgan burchak uchinchisiga teng bo'lib qolyapti. Bu degani biz aytsak bo'lar ekan, mana bu C variant bizga isbotlab berdi, A variant emas. Xo'p, nimaga A variant to'g'ri bo'lmadi deydiganlar bormi? Bizda demak 3-4 kishi A variant belgilagan edi. Keyin sizlar variantingizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu 28 edi. A variant aytayaptiki, AB 11 bo'lsin deyapti. JK 44 deyapti. Endi narsaga e'tibor bering. Bizda ikkita tomon berilsin. Uni orasidagi burchak. Boya tushuntirdim-ku 87 ni o'chirib, bu bo'lmasin. Ikkita tomon berilyapti, orasida burchak yo'q. Bu burchak bir tiyin foyda bermaydi sizga. O'sha ikkita tomonning orasida burchak kerak. Shundagina isbotlasa bo'ladi. Shuning uchun aytamiz biz 80-90% holatda demak bizda nimadan ketadi? Burchakdan ketiladi. Aytganini qilmaysizlarda. Shuning uchun demak xato qilasizlar. 90% holatda biz angle-dan ketamiz ekan. Tamom. Xo'p, endi congruentga topib ko'ramiz sizlar uchun masala. Okey. Mana 15-inchisi. Shu bilan demak mavzu bizda yakunlasa ham bo'ladi. Uncha qiyin emas bu. Shart 4 ta, ya'ni 3 ta o'rgatgan shartini o'rganib olsangiz bu. Xo'sh, bunga nima deymiz?
Hop, C variant. Xo'p. Xo'p, ko'ramiz. Qani. Bizda qanaqa vaziyat bo'lar ekan? Ikkita uchburchak teng deyildimi, doim ikkita bir xil chizma chiziladi. To'g'rimi? Demak, ikkita bir xil chizma chizib olamiz. Xo'p, bunday, mana bunday deylik. Tengda faraz qilasizlar endi. Buni x, y, z deymiz. Bunisini esa d, e, f deymiz. Endi berilgan ma'lumotni tez kiritamiz. XD 37 dan. 37, 37. ZF 52. Z 52, F 52. Bu F bo'lishi kerak, adashmasam F 52. Endi qarang. Which of the following bir nima bir nima bir nima просто tenglikni isbotlab ber deydi, xolos. Qarang. Ikkita burchak bor. Bizda uchburchaklarni tengligini isbotlayotgan vaziyatda ko'pincha burchakdan ketilmaydi. Bitta tomon orqali ikkita narsani isbotlab bo'lmaydi. Buni o'chirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. To'g'rimi? Bu o'chib ketadi. Ikkita variant qolyapti. Yo'q, hech nima kerak emas degan javob. No additional deyapti. Kerak emas hech qanaqa additional deyapti. Lekin bizga просто buni orqali men faqat buni o'xshash deya olaman. Ikkita burchagi bormi? Uchinchisi ham bir xil bo'ladi. O'xshash, hozircha o'xshash. Lekin menga o'xshash kerak emas, teng kerak. Demak, menga hali ma'lumot yetarli emas. Ikkita variantdan bittasi qolyapti. 90% holatda demak bizda tomondan ketiladi uchburchak tengligida. Va x, y degan tomon va d, e degan tomonlar uzunliklari. Misol uchun mana buni a deb bersak, DNA deb bersak deyapti. Qarang, haqiqatan 52 ni qarshisida, bu ham 52 ni qarshisida, ya'ni ikkita burchak va qaysi burchaklarning qarshisiga tomon berilgan bo'lsa, bizda uch burchaklar teng deb olinardi alomatiga ko'ra. Va isbotlandi. Demak, bizda kongruentlik mana shunday qilinadi ekan. Xo'p, demak, congruent va similarlik bizda juda ham oson. Ya'ni unchalik qiyin emas. Faqat bitta qolipga qo'yib ketaverasiz. Qolipga qo'yib ketaverasiz va biz ertaga demak, bularni analizini ko'rib olamiz ekan. Sizlar bilan ichida 32 ta masala bor ekan. Hammasini ertaga ko'rishga harakat qilamiz. Yokida buni men agar 32 dan barini videosi bo'ladigan bo'lsa, videosini berib sizlarga ertangi darsimizda, ya'ni statistika bo'yicha dars o'tib beraman. Undan tashqari, ya'ni chorshanba kuni ham statistika bo'yicha o'tadigan bo'lsak, payshanbadan sizlar bilan mo'kka chiqib ketamiz. Xo'p, demak, mavzu mana shu. Sizlar uchun ideal mo'k tayyorlab qo'yganman. Oldin mo'klar boshqacha edi, ya'ni umumiy olingandek, hozir sizlar uchun yangi dizaynda 25 tani tayyorlab qo'yganman. Payshanba kungacha yana 20 ta tayyorlanadigan bo'lsa, 45 ta sizlar uchun yangi tandirdan uzilgan mo'k chiqadi. Mazza qilib ishlaysiz bu mo'kni. Xo'p, savollar, takliflar, shikoyatlar, problemalar nima bo'lsa aytinglar. Hammasi joyidami? Bugun yarim soat kechikib qoldi. Men syomkadan sal kechroq kelgandim. Nari guruhdan yarim soatga, sarini yarim soatga cho'zgandim. Darsimiz 21:00 da boshlanadi. Har doimgidek 21:15 da uzoq bo'lib ketadigan bo'lsa, nari guruhlar bilan esa 8 da boshlayapmiz. Millatimiz o'tilgan mavzulardan bo'lsin. Dilorom ustoz, sizda nima bo'lyapti? Yozganingizda qanot boshqacha tarjima qilib yuboryapti. Mana nimadir noto'g'ri yozib yuboryapsiz-da. Millatimiz o'tilgan mavzulardan bo'lsin. Tushunmadim. Boyam sig'im degan narsani aytdingiz. Bug ochishda o'rgatamizmi? Ko'tib olaylik hammasini. Telefoningiz avtomatik o'qib yuboradim deymanda, tekst to'g'rilab yuboradim deymanda. Xo'p, mo'k o'tilgan mavzulardan bo'lsin. O'tilgan o'zi hamma mavzuni tugatgan bo'lamiz. Hammasi o'tilgan mavzulardan bo'ladi.
bitta review qilamiz hafta oxirida shanba yakshanba kunlari qiynalgan mavzularingizda demak geometriyani 5 dan 4ta mavzu bor. Umumiy qilib bitta darslik tuzaman. Umumiy qilib bitta yozib sizlarga demak o'tib beraman. Shu bilan menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'sh, savol yo'qmi boshqa menga? Xo'p, hamma jim menimcha bo'lmasa kerak, a? Xo'p, demak, geometriyani to'liq takrorlaymizmi? Full takrorlaymiz, geometriyani bitta review qilamiz. Shu bilan bo'ldi bizda. Xo'p, demak, sog' bo'ling, charchamanglar. Bugungi dars shu yerda yakunlasak bo'ladi. Sizlar bilan demak, ertaga demak 21:00 da ko'rishamiz.